Mana aziz hamqishloqlar, mahallaga ehson qilib yurgan Abarak akam hoji boshchiligida yursa, bitta kichkinagina ehson, kichkina yoshgina bola chiqib, Abarak aka nima dedi shu bola? Men o'zim uchun to'plagan pullarim bilan boshqa ehson beryapman dedi. Ehsonni dargohida qabul qilgan bo'lsin. Meni qaranglar. Shu mana domla guvohligida ochyapti, mana Nabijon mana ko'cha boshlig'i maslar ochyapti. Mana kim o'g'lisan bola? G'ulomjonning o'g'li ekan. Abarak aka duo qiling shu bolaga. Alloh. Allohu akbar. Otingga ming rahmat o'g'lim, ming rahmat otingga. Baxt kamolingni ko'rsin.